Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilar. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda Lionel Messining kartasini full qilamiz. Birinchi videoda Cristiano Ronaldoning kartasidan 690 holatini chiqargandan endi bu safar Lionel Messining kartasini full qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, va videoga like bosish esdan chiqmasin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizning akkauntimizga yozishlaring mumkin. Akkauntimiz ilgasi bioda. Xo'p, demak boshlaymiz. Lionel Messining kartasi. Menimcha bundan 6 ta chiqarsa bo'ladi, xuddi Cristiano Ronaldodagidek. Menimcha kuchi 88 bo'lib qoladi. Xo'p, davom etamiz. Qani Messi mana. Stamina, speed hamda pas. Kontrol. Va ajoyib 4 ta kuchaytirgich plus va juda ham qiziqarli kuchayish bo'ldi menimcha. Kontrol 100 bo'ldi. Juda ham qiziqarli kuchay. 4.5 dan kuchaymoqda. Juda ham qiziqarli kuchaytirish bo'ldi. Pas va oddiy kuchaytirgichdan beramiz. Pas hamda stir. Yaxshi, mana Lionel Messining pasi ham 99 bo'lib qolmoqda. Legendarniy kuchaytirgich, pas, speed va 3 talikdan berar ekanmiz. Pas, stamina va speedda. Yaxshi, 88 va 87 holati va pasi 100 bo'lmoqda. Yana legendarniy kuchaytirgich, tezlanish va sirni beramiz va ajoyib 92 va 70 holati. Yana shot, tezlanish, stamina va ajoyib, mana juda ham yaxshi o'xshaydi. Va yana bizga bonus berilmoqda. Bonus kuchaytirgich va 4.5 dan yana kuchaytirdi. 98 bo'lib qolmoqda. Juda ham ajoyib statistika. Hozir 92, 91, 97 ajoyib. Bemalol buni kuchaytirib, albatta 600 holatini chiqarsak bo'ladi va yana ajoyib, yana bizga bonus kuchaytirgichlardan berilmoqda. 2 ta 100 tezlanish hamda udar darajalari 100 bo'lmoqda. Juda ham ajoyib va yaxshi. Tak, hozir 3 talikdan menimcha bersak yaxshi. ...99, 98 holati va 72. Juda ham ajoyib. Va yana 3 talik. Tezlik 100. Tezlanish ham 100. Ajoyib, juda ham yaxshi. Va 6 ta 100. Messidan chiqmoqda. Endi nechtalik kuchaytirgich bersak yaxshi? Birdaniga 280 bersak menimcha birdaniga full bo'ladi degan umiddaman. Yo'q, shunda ham full bo'lmayapti. Plus 12 kuchaysa kerak menimcha. Plus 12 va yana bitta oddiydan bersak full bo'lmoqda va 88 holati ham ajoyib. Lionel Messi 6 ta 100 va 88 holati, to'p olib qo'yish darajalari 45 holatida. Ajoyib. Endi yana kimni full qilsak bo'ladi? Keylor Navasni full qilamiz. Keylor Navas aslida o'sha Kosta-Rika davlatidan bo'lib juda ham yaxshi. Menimcha reaksiyasiga bersak normal bo'ladi. Reaksiyasiga bersak va yana bonus kuchaytirgich va necha holati? 100 holati, 15. Juda ham ajoyib.
15.9 holatiga kuchaymoqda va 100 holatiga yetib keldi bitta kuchaytirgichdan so'ng. Yana oddiy kuchaytirgich 83, yana bitta beramiz. 85, ajoyib. Yana oxirgisini beramiz va Keylor Navs full bo'lsa kerak va full 95 holatida full bo'lmoqda. Keylor Navs 85 holatida ajoyib. Mana ko'rib turishlaringdek 100 holati va 85. Tak, endi Cristiano Ronaldodan 600 va Lioneldan 600 mana. Juda ham fantastik darajada kuchaydi ikkalasi. Keylor Navs ham chakki emas, juda ham normalda kuchaydi Keylor Navsimiz ham. Tak, Lionel Messining kuchi 90 bo'lganda Ronaldo bilan bir xil bo'ladi, juda ham chiroyli bo'lardi. Ikkalasi ham juda fantastik hujumchilardan biri. Albatta videoga like bosib esdan chiqmasin tog'alar. Keyingi videoda qolgan o'yinchilarni full qilamiz. Xo'p, yana bitta o'yinchini full qilamiz kenglar. Kimni full qilsak yaxshi? Keyinlar Kyle Walker'ni full qilamiz. Keyin 4 ta qolgan o'yinchilarni keyingi Yoji Rodriguez'mi? Nima deysizlar? Kyle Walker'ni full qilaveraylik. Kyle Walker'dan bo'yicha tepasidan 400 va to'p olib qo'yish darajalarini bemalol 100 qilsak bo'ladi. Qani legendarni kuchaytirgichlarimiz. Oddiydan bersak yaxshi menimcha. Tak. Pas unchalik kerak emas edi, lekin Kyle Walker'ga yaxshi. Tak. Tezlanish bittalikdan. Plus 1 darajadan kuchaymoqda va legendarning kuchi yana beramiz. Kontrol kerak emas. Kontrol nima kerak Kyle Walker'ga? Yana plus 1 holatida kuchayishga majburmiz, kuchaytirishga. Endi legendarning nima qilmoqda bu? Kontrol hamda kontrol 80. Mayli, davom etamiz. Stamina hamda tezlanishga berdi. Yaxshi. Pas va staminaga beramiz. Yaxshi, 86 holatiga yetib kelmoqda. Bir marta sotsak menimcha yaxshi Kyle Walker'dan. Yana oddiy kuchaytirgich. Stamina. Mana yaxshi. Yana juda ham ajoyib kuchaydi. 90 100 bo'ldi. Tezlanishi 99 bo'lib qolmoqda tezligi. Yana legendarni kuchiga umuman bermayapti strga.
99 emas 100 bo'ldi va ikkita 100. Uchtalikdan berayotganmiz. Stir to'p olib qo'yish darajali va staminasi. Stir 100 bo'lishni xohlardim. 100 qilamiz, xudo xolasa stirni ham. Yaxshi. Kontrol hamda stamina. Yo'q. Taksi otish kerak yana. Stramda pastga berilmoqda va menimcha 100 bo'lmasa kerak, katta ehtimolda. Yuz bo'ldi. 3 ta 100 hozircha. Yetti holati to'p olib qo'yish darajalari. Stramda pastga beramiz iloji bo'lganda. Uchtalik stir pas, ikkitalik berayotganmiz pas va stir. 88 holat. Pas hamda to'p olib qo'yish darajasi 91 va 100 holat. Pas. Pas hamda stirga beraveramiz, endi ilojimiz yo'q.
mana Kyle Walker full bo'ldi. 496, 96, 86, 45 holati. Menimcha yaxshi, bundan yaxshisi bo'lmaydi. Endi uzr kuchaytira olmaganligim uchun, chunki men tepadan 400 va pastdan to'p olib qo'yish darajasini 100 chiqarmoqchi edim, lekin shu ham ancha-muncha hujumchilarni qiynab qo'yadi. Hozirgi videomiz shu edi. Bizni qiynab qo'ydi, lekin Kyle Walker juda ham ajoyib. 3 marta ham 4 marta sotdik. Lionel Messi, Kyle Walker hamda navslarni to'g'rilik. Kelasi videoda De Bruyne, Guardiola, Rodriguez hamdagidan ishlarni full qilamiz. Hozircha xayr jigarlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqmasin.